Sizlar hammaga salom. Bugun men sizlarga yuzimni uходini ko'rsatmoqchiman. Ertalab qanaqa uход qilib yuzimni yuvaman kechasi. Qaranglar, birinchi bo'lib tishimni vahshiylarcha yuvaman. Keyin mana bu narsa bu zubnayni. Buni faqatgina kechasi har kuni qilish kerak, lekin meni tishlarim чувствительный, shu uchun haftaga 3-4 marta qilaman. Keyin bismillah deb lagom penkasini olamiz va yaxshilab yuzimizni yuvib chiqamiz. Keyin men hech qanaqa одноразовый salfetkalar ishlatmayman, faqatgina oddiy sachoq bilan yuzimni artaman. Chunki meni yuzimda hech qanaqa раздражение bermaydi. Keyin Lagom brendini pedlarini olamiz. Shunaqa zo'r, где-то 10-15 minutlarga qo'yamiz. Bu pedni qilganimdan keyin hech qanaqa dalba spreyni ishlatmayman. Aytgancha uходlarim faslga qarab yoki meni xohishimga qarab o'zgarishi mumkin. Endi kechki uходga kelsak, tishimiz va yuzimizni yuvib bo'lgandan keyin mana shunaqa tkаневая maska qilamiz. Bu tkаневая maskani haftaga 3-4 marta qilaman. Kстати, shu tkаневая maskani qilganimdan keyin mana shunaqa qilib olib qo'yaman. Ikkinchi martasiga уже bo'ynimga ishlataman. Lekin agar sizlarning yuzlaringizga ochiq komedonlar, раздражениялар bo'lsa, bunaqa qilishni tavsiya qilmayman. Mana shu qolgan svirtkasi bilan ozgina yuzimni massajcha qilaman. Tkаневая maskani svirtkasi bo'ladi. Svirtkadan keyin обязательно krem qilish kerak. Undan keyin yana bir ikkita narsachilar qilaman. Ularni storiesimga bo'lishaman.